Akalarim yurgan kilometrni ko'rib, o'zi mashinani qanaqa holatdaligini bilib oldilar. Xudo xolasa, yangi mashinamizdan tayyor bo'ldi. Bu mashinaga nima ish qilib berdik? Ko'rishingiz mumkin, polni chexol, polik, patologik materiallari, polnisda 2 so'z shumizolyatsiyalar qilib berganmiz. Beton qilib, xudo xolasa, tarpetkaning taglari bilan polni pechkan gofralargacha mehrni berib qo'yganmiz. Girovkasiga akalarim bitta ahamiyat berasizlar, xudo xolasa, prosta bitta barmoq. Liniyalarga alohida e'tibor berib qo'yamiz. Orqa eshigi ham xudo xolasa prosta o'zi yopiladi. Ochamiz. Bo'ldi akalar. Ko'rishingiz mumkin, liniyalari ham xudo xolasa mashinaga. Buni ovoziga necha hamma joyi devor bo'lgan. Xudo xolasa tashqarida qilingan ishlari, orqa yarmiga chiroyli tonirovkalar urib berganmiz. Xudo xolasa mashinada haydashga tayyor qo'yganmiz. Endi bu mashinaga bitta diska balon taqsak bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar, ishlangda mana shunaqa chiroyli qilib bitirib beramiz.